Assalomu alaykum, qadrli O'zbekistondagi bizni kuzatib borayotgan Dilshodbek Metal obunachilari va O'zbekistondagi safardagi barcha aka-ukalarimiz yana bir qutlug' xonadonga darvozalarni o'lchashga Farg'ona viloyati qayerda aka? Rishton tumaniga mana Xudo xolisa bitta qutlug' xonadonga darvozalarni zakasini o'lchashga keldik. Mana Xudo xolisa Hoji buvan darvozalarni o'lchadik, razmerlarni oldik, o'zimiz kelib aytganimizdek razmerlarni olib, Xudo xolasa aytganlaridek o'sha 2 qavatli shtampovochni darvoza zakaz qilishdi. Eng full variantdagi bir uchligini o'shani zakazini o'lchab, Xudo xolasa hozir qaytyapmiz. Bizni kuzatib boringlar va musofirdagi akalarimiz ham bemalol buyurtma beringlar, o'zimiz borib o'lchab, Xudo xolasa zakazni qilib o'rnatib beramiz. Duoda bo'lib turasizlar hammani. Alloh rozi bo'lsin hammanidan, charchamani. Gap isboti bilan Xudo xolasa bu joyga darvozamizni o'rnatish jarayonini ham albatta sahifamizga qo'yamiz. Sahifamizni kuzatib, like, obuna bo'lib kuzatib borishingiz mumkin. Charchamani, sog' bo'linglar.